Jo'jam bor, ko'ryapsizlarmi? Chiyilaganga qanotlarini qaranglar. 4 kunmi, 5 kun bo'ldi ochib chiqqaniga. Shunaqa qanot chiqishi mumkinmi? Mana onasi va jo'jalar. Eng katta jo'ja mana shu qanoti bor. Balki undan ham zo'r bo'lishi mumkin. Birdan 10 gacha baho berib o'tinglar. Mishiqni ham birinchi qismda mishiq hayvonimni ko'rsatgandim. Endi jo'jamni ko'rsatyapman. Mana qanoti bor. Buni ham qanoti bor, mana. Qanotiga nechi mana. Mana jo'ja lekin. Jo'ja. Qanoti. Mana beti. Ko'ryapsizlarmi? Shunga nechi baho berib o'tasizlar. Mana. Mana ona. Azizlar. Mana. Lekin mana tuqqan o'zi bosib yotib shuni ochib chiqqan. Aldamayapman. O'zi tuqib o'zi ochib chiqqan tovuqni ko'rganmisizlar? Mana dakam bo'ladi-da, mana shu dakam bo'ladi-da. O'zi tuqqan o'zi ochib chiqqan. Teginmagan tuqumiga. Mana. Qayoqqadir yopib chiqqan, mana shu yerda jo'jani olib chiqqan. Qayerligini bilmaganmiz hatto, mana. Mana o'tlayapti, mana jo'ja. Jo'jani baqqalini ham olib chiqaymi? Balki olishim mumkin, kompyuterda ha deb yozinglar. Olaman jo'jani baqqalimni. Baqaman. Nomi yetganini mana nechi baho berasizlar? Hammaga xayr.